Diqqat qiling, tezkor ob-havo ma'lumotlari. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. O'zgidromet markazi 18 dekabrdan 21 dekabr kunlariga ob-havo ma'lumotlarini e'lon qiladi. Ushbu kunlari respublikamiz hududi havo biroz bulutli. 18 dekabr kunlari yog'ingarchiliklar, yomg'ir, qor yog'adi. 19-21 dekabr kunlari ba'zi joylarda kuchli bo'ladi. Ba'zi joylarda tuman tushib turadi. Shamol g'arbdan sekundiga 7-12 metr tezlikda esadi. Haroratlar 18 dekabr kuni kechasi va ertalab 05 daraja iliq. 19 hamda 21 dekabr kunlari esa kechalari 05 daraja sovuq, kunduz kunlari 05 daraja iliq bo'ladi. Ushbu kunlari respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida ham havo biroz bulutli, vaqti bilan qor yog'ishi 18 dekabr kuni ayrim joylarda kuchli bo'ladi. Tuman tushib turadi. Shamol sharqdan sekundiga 7-12 metr tezlikda esadi. Haroratlar kechalari 05 daraja sovuq, kunduz kunlari 3 daraja sovuq, 2 daraja iliq bo'lib turadi. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarim shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling.